Men 6 soat yig'laganman-da buni operatsiyaga kirgan. Bu onadan-da battar bo'ldim-da men shu kuni. Bizda Soliyev Muhammadjon degan bemorimiz sentyabr oyining boshida murojaat qildilar qarovchisi bilan birgalikda. Qarovchilarning gapiga ko'ra, unda o'sha 4 oyligida asrab olingan ekan va unda lablarning orasida ko'karish, ovqat berganda hansirab charchab qolish, ko'p yig'lash kabi shikoyatlar bilan murojaat qilganlar. O'zlarida viloyat kesimida tekshiruvlardan o'tganda yurak to'ma nuqsoni aniqlangan. Bizga kelganda o'tkazilgan tekshiruv natijalariga ko'ra bo'lmachalar devor nuqsoni tashxisi qo'yildi va bemorga jarrohlik amaliyoti tavsiya qilindi. Shundan keyin biz 18-sentyabr kunida bolamizda sun'iy qon aylanish sharoitida yurakda jarrohlik amaliyotini bajardik va to'ma yurak nuqsoni bartaraf qilindi. Hozirda operatsiyadan keyin уже 5-sutkasi, ertadan keyin Xudo xolasa uyiga javob berish etapidamiz. Bolamiz hozir juda ham yaxshi. Shu o'rinda bu narsalarni homiylik qilgan Mirabror Usmonov fondi tomonidan moliyalashtirildi bu jarrohlik amaliyoti. Ularga ham o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Soliyev Muhammadjonda endi undan buyog'iga Xudo xolasa yurak bo'yicha muammo bo'lmaydi. Sog'lom bolalar qatoriga qo'shildi. To'ma yurak nuqsoni batamom bartaraf qilindi. Bemalol hamma qatori o'ynab, kulib, katta bo'lib, jamiyatimizga foyda keltiradigan inson bo'lib qolsin deb niyat qilamiz. Assalomu alaykum. Men Muhammadjonni vasiylik qarori bilan olganman. Men bunga hozircha tutingan ona hisoblanaman. Men Surxondaryo viloyatida yashayman. O'z xonadonimizda Saxovat nomli oilaviy bolalar uyi ochganman. Oilaviy bolalar uyimizda hozirgi kunda 8 nafar bolalar ta'lim tarbiyasini olib boryapmiz. Oilamiz bilan oila muhitiga tayyorlab kelyapmiz. Buni olgan vaqtlarimda ozgina vahimaga tushdimki, nimaga sabab mana shu og'iz bo'shlig'idagi ko'karish paydo bo'ldi. Keyin ikkilanib o'zimizni tuman markaziga, shifoxonasiga murojaat qildim. Tuman markazida chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rik o'tkazilgan natijasida bunda yurak nuqsoni bilan tug'ilganligi aniqlandi. Keyin yurak nuqsoni bilan tug'ilganlikni o'zi vahima eshitish bo'ldi. Menda ming hayajon bilan keyin klinikalarda qayerga borib davolatsam, respublikaga markaziga borsammi degan xayollar bilan Sino klinikasiga keldim. Professor Hakimjon aka qabulida bo'ldik. U kishi mana shu operatsiya o'tkazilgandan keyin tuzalib ketish mumkinligini aytishdi va mablag' meni o'ylantirib qo'ydi. Operatsiya qilinishi uchun mablag' izladim. Shu telegramlarga kirdim, internet tarmoqlarida hamma joydan qidirib nima qilish kerakligini o'ylanib qoldim-da. Shunda ko'zim tushdiki, Mirabror Usmonov nomidagi fond bor ekan. Ko'rib to'g'risi xursand bo'ldim. Ham borib uchrashib, ularga hujjatlarni taqdim qildim. Meni quvontirdiki, hujjatlar asosida taqdim qilganimdan keyin ko'rib chiqilib, mana shu operatsiya xarajatlari uchun bir kunda mablag' hal bo'ldi. Klinikaga keldim, operatsiyani professor Hakimjon aka jamoasi bilan mana shu operatsiyani o'tkazib, farzandimni sog'lom hayotga qaytardi. Men mana shu fursatdan foydalanib, mana shu klinikaning barcha shifokorlariga yurakdan minnatdorchilik bildiraman. Bular o'zining mehnatini, o'zini tajribasini, o'zini ilmini ishga solib, mana shu farzandimni hayotga qaytardi. Farzandim Muhammadjonni operatsiyasiga imkoniyat yaratib bergan, yordam qo'lini cho'zgan Mirabror Usmonov nomidagi fondga katta rahmat aytmoqchiman. Agar ular mana shu holatni menga keltirib chiqarmaganda edi, yordam bermaganda edi, balkim amalga oshmasa edi, balkim kechikardi. Muhammadjonning mana shu sog'lom hayotga qaytishida o'z hissasini qo'shgan barchaga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Alloh hammasidan rozi bo'lsin. Yurtimiz tinch bo'lsin, bolajonlarimiz sog'lom bo'lsin.